Aytdim, onaxon dinozavrlarni ko'rganmisiz desam, ko'rganman bolam. Ular ham qirilib ketdi bolam. Shu dinozavrlar qanaqa yo'qib ketgan onaxon desam, endi bolam, ko'pchilik muzli davri deydi, bolani yebdi. Dinozavrlar yo'q bo'lib ketishining sababi erkak dinozavr xotiniga qarab bu yoqqa ket degan. Xotini yo'q degan. Ikkinchi marta yana bu yoqqa ket degan. Xotini yana yo'q degan. Oxirgi marta aytyapman, xotin bu yoqqa ket degan. Xotini yana yo'q degan. O'shandan keyin dinozavrlar qirilib ketgan bo'ladi. O'shaning uchun xotin kishi eri chaqirganda labbay deb javob berish kerak. Bo'lmasa odamzod ham qirilib ketadi bolam.